Demak do'stlar, login parol olganimizdan keyin login parolni saytimizni demak o'sha login parol teradigan joyga bosamiz, kiramiz. Demak, loginni bu joyga, parolni bu joyga bosamiz va kiramiz. Bundan oldin biz demak videoyimizda login parol olishni o'rgatgan edim. Demak, login parol tergandan keyin kirishni bosamiz. Mana saytimizga kirildik. Saytimiz demak birinchi kirganimizda hech qanaqa demak ma'lumotlarimiz yo'q. Bu joyda demak menyusi hisoblanadi. Bu joyda demak to'ldirish uchun demak ma'lumotlardan foydalanamiz. Keyin davomat kiritilganda demak kunlik davomat mana bu joyda kelib chiqib turadi. Buni hozir sizlar bilan sinab ko'ramiz. Birinchi demak sinflarni shakllantirib olishimiz kerak. Buning uchun demak biz mana bu joydan sinflarni tanlab, ularda demak o'sha nechta sinf bo'ladigan bo'lsa, A, B, Sni tanlab qo'shishimiz mumkin. Misol uchun mana birinchi, ikkinchi sinf A, B to'rttasini qo'shadi hozir. O'quvchi sonini 25 ta qilib qo'yadi. Smenasi tanlab qo'yasiz. Qaysi smenada bo'ladigan bo'lsa, qo'shni bosamiz. Mana qo'shildi. Keyinchalik o'qituvchilarni demak qo'shganimizdan keyin bu joydan sinf rahbarini tayinlab qo'yamiz. Yoki demak sinflarda sizlar shablondan yuklab olishingiz ham mumkin. Demak shablonni yuklab, shablonda Excelni to'ldirib, unda o'sha Excelni demak yuklab qo'yishingiz mumkin. Shablon qanday bo'ladi? Hop, hozir ochib ko'ramiz. Mana demak shablonimiz birinchisi demak o'quvchi o'sha sinfning nomi, qaysi smenada o'qishi, o'quvchilarning soni bo'lib turadi. Xuddi shuni hozir yuklaymiz saytimizga. Exceldan yuklashni bosamiz. Va biz demak shablonlarni saqlagan papkamizni topamiz. O'quvchilarni demak sinflar shablonini tanlaymiz. Mana avtomatik 18 ta demak sinf tayinlandi. Demak o'quvchilar sonini, smenasini hammasini o'zi avtomatik chiqarib berdi. Demak birinchi mana bu birinchi A, B 25 taliklari kerak emas, bular hozir namuna uchun o'chirib tashlaymiz. Ikkinchi sinfda ham xuddi shunday. O'chirib tashladik. Endi demak o'quvchilarni qanday qilib qo'shamiz? O'quvchilarni ham qo'shishda demak sinfni tanlaymiz. Misol uchun 5-sinfni tanladik. Buni mana bu joylarni to'ldirib qo'shsak ham bo'ladi birma-bir. Yoki siz demak shablonni yuklab sinf rahbarlariga topshirsangiz, sinf rahbarlari siz uchun demak shablonni to'ldirib beradi. Siz demak shablondan yuklab olasiz. Shablonimizni demak ko'rinishi mana demak o'quvchining ism familiyasi, ota-onasining ism familiyasi, ota-onasining telefon raqami, yashash manzili. Buning uchun kerak, keyinchalik demak bildirishnoma tayyorlash uchun kerak bo'ladi. Kelmagan o'quvchilarga avtomatik bildirishnoma tayyorlash uchun telefon raqami, yashash manzili, ota-onasi kerak bo'ladi. Demak buni hozir yuklab ko'rsatamiz. Exceldan yuklab olish. Demak hozirgi sinfni tanlaymiz. Mana 31 ta o'quvchi import qilindi deyapti. Saqlash kerak yo'q, o'zi avtomatik saqlaydi. Endi 7-sinfni qo'shamiz. 7-sinfda ham xuddi shunday qilib shablondan yuklab olamiz. Mana 7-sinf ham tayyor bo'ldi. Mana sinflar xuddi shunday qilib demak shablondan yuklab olsangiz bo'ladi. Buning uchun demak avgust oyida o'qituvchilarimiz ancha bo'sh bo'ladi. Demak shablonni siz yuklab tashlab bersangiz, shablonni to'ldirib sizga yana qaytarib beradi. Siz sinflarda bitta papkaga yig'ib olsangiz oson bo'ladi. O'qituvchilarni qo'shish. O'qituvchilar qo'shish ham demak xuddi shu demak shablondan yoki mana bu o'qituvchi qo'shishni bosadigan bo'lsak, ismi, familiyasi, telefon raqami. Login parolni siz o'zingiz yozishingiz ham mumkin yoki pastdan avtomatik terishingiz ham mumkin. Demak mana avtomatikda bosadigan bo'lsak, o'zi login parolni yaratadi. Saqlashni bosamiz. Mana o'qituvchimiz kiritildi.
Buni yo'q, men Excel'dan import qilaman desiz, demak Excel'ni bosasiz. Bu joydan o'qituvchilarni tanlaymiz mana. O'qituvchilar shablonini ham sizlarga ko'rsataman. O'qituvchilarda ham mana ism familiyasi bor xolos o'qituvchilarni. Fani ham kerak emas. Davomatga qaysi fandan o'tish shart emas. Ro'yxati bor xolos. Saytimizga qaytamiz.